ajoyib ayol ekansiz. Faqatgina o'zini uchratmaganman. Rahmat. Bir narsa so'ramoqchi edim. Agar xafa bo'lmasangiz. Bemalol. Endi turmush qurmasimizdan oldin bir-birimizni yaxshi bilib olsak yaxshi. Birinchi ayolingiz bilan nega ajrashgansiz? Oyim, shuni eslamaylik. Shuni eslasam, yarimni tirnagan bo'laman. Uzr endi. Hozirgina o'zingiz aytganingizdek, bunga qiz bor. U menga xiyonat qilgan. Xizmat safarida ketib yurgan paytimda xullas o'sha ablahman qochib ketdi. Farzandlaringizchi bormidi? Bor. Bir o'g'lim bor edi. Lekin negadir ular bilan ham aloqamiz uzildi. Hozir qayerda yuribdi bilmayman. Siz ham menga o'xshab xiyonatga uchragan ekansizda. Ha, shunday. Endi siz ortiqcha surishtirib o'tirmayman. Menga yoqdingiz. Lekin bir iltimosim bor. Xo'p. Bilasizmi, meni ishim xorij bilan bo'ldi. Bu yerda kam bo'laman. Manimcha bolalaringizni o'zingiz bilan olib yurolmasangiz kerak. Endi baribir menga esa ortiqcha muammo keragi yo'q. Yo'q, mayli. Buni keyin gaplashamiz. Kalkangizni tushirmayman. Undan ko'ra yuring. Kafega boramiz. Safarda gaplashamiz. Me. Surishtiring. Turmushga chiqib ketdingizmi? Oyi, turmushga chiqaman albatta. Yerimdan kam joyim yo'q. Shuni bilaman. Sen nima bo'lsan eringdan o'chirmoqchisan. To'g'ri aytasiz. Lekin qariganda yolg'iz qolish niyatim yo'q oyijon. Nega yolg'iz qolar ekansan? Ko'p katta bolalaring bor. Bo'yingda qizing, o'g'ling bor. Oyi, men bolalarimni olib ketmoqchi emasman. Bu nima degan? Kimga tashlab ketmoqchisan? Sen akamni ishlari xorij bilan bog'liq oyi. Biz doim chetda bo'lamiz. Bolalarni olib yura olmaymiz. Voy, to'g'ri qilib. Hademni maktabga ketayotgan qizlaring, o'g'ling bor. Ularni kimga tashlab ketmoqchisan? Sizga? Nima? Menga? Sizga oyi? Sizga? Nima? Eringni ota-onasi o'lib ketgan bo'lsa, bolalarni kimga ishonayapsan? Hammasi bor. Bir uydan qarashib turadi. Sen ulardan so'radingmi? Qaraysanmi, yo'qmi deb so'rab surishtirdingmi? Jon jigar-ku, so'rashim shartmi? Jon nima qarashganligingni bilmayapsan. Oyi, men turmushga chiqaman. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Jon bolam, hozir meni ham o'ylaydi. Yoshim 70dan oshdi. O'zing ham 45ga kirding. Meni hammani xalqni olib kulga qo'ymoqchimisan? Sabr qiling, rohat qiling. Azroq sabr qiling. Ering baribir qaytib keladi. Ana ko'rasan. Ay canım, qaytib keladi. Qaytib keladi. Men erimni qaytishdan umidvorman. Keyin qaytishga endi keragi ham yo'q. Ham o'zim ham yoshman. Turmushga chiqaman, nima bo'pti? Sizga uyat bo'lmaydi, oyijon. Siz buni umuman o'ylamang. Oyijon, sizga uyat bo'lmaydi. Siz umuman buni o'ylamang. Keyin bolalarimni xorijga olib chiqib ketishda otasini ruxsati kerak. O'shaning uchun hozircha faqat sizga ishonib
qopdi. Yaxshimisan? Yangilik bo'pti deb eshitdim. Sendan so'rayapman. Sizga nima yangilik bo'lsa? Bozorni chetlakka olib ketishingga hech qachon rozi bo'lmayman. Bu mening ishim. Sizdan so'rab o'tirmayman. Otani roziligisiz farzandlar hech qachon samolyotga chiqmaydi. Shuncha bog'irdim. Opasidan kirib kinoni deb. Rostdan ham ruxsat berishmasa, ularni kimga qoldiraman? Oyi, bolalarimni sizga qoldiraman. Shu qarorga keldim. Ering rozilik bermadimi? Erga tegayotganimda eshitib, kuyib o'ldi. Ha, unda bolalarim uzoqmasin bo'lmasam. Oyi, o'ylab gapirasiz. Ha? Ani xotinchasining bitta arzonda o'g'li bor. Bolalarimni bir kundan sig'dirmaydi ular. Yurish turishini ko'rsangiz, bolam, sen hali meni gapimni tushunmayapsan. O'sha erkakni so'ragin, surishtirgin. Nima uchun ajrashgan u? Kim u? Qayerdan kelgan? Taqdiringni o'sha bilan bog'lamoqchimisan. Demak, surishtirishing kerakda. Bo'lmasa kuyib qolasan, jon bolam. Menga yoqsa bo'ldi-da, oyi. Boshqalarni fikri mening ishim bor. Siz umuman xavotir olmang bo'ldi. Ay bolam. Qarash seni qulog'ingni qara. Ko'zing ko'rmaydi. Menga qara, jon bolam. Mayli, o'sha erkak. Sen tegadigan erkak. Bo'llaringdan ham xabar olib turadimi? Yoki unga faqat sen kerakmisan? Nimaga xabar olmas ekan? Xabar oladi. Faqat o'zi bilan birga olib keta olmaydi. Ana, mana hammasi ma'lum. Xo'sh, mayli, qanchaga ketyapsan? Bilmadim, hozircha 1-2 oyda ketsak kerak. Allohim. 1-2 oy. Aytishga oson, bolalarni tashlab ketgandan keyin. Unda bolalaring seni sog'inib qolishsa-chi? Ammasiga yuborasiz, bir aylanib kelishadi. Qanday oson hal qilyapsan, bola. O'zing uyingda qolishda bo'lmaydimi bolalar? Oyi, uyga sotib ketmoqchiman-ku. Nima? Sotib ketmoqchiman? Nega? Nima uchun? U yerdan uy olamiz, biznes qilamiz, yangi hayot boshlamoqchimiz. Menga qara, jon bolam. Peshonangda nima yozilganligini bilmaysan. Men bola qaytib ketsang, turish joying yo'q. Nima bo'ladi? Keyin nima bo'ladi, bolam? Erimni uyi bor. Meniki bilan uni hovlisini sotsak, sa'atda uy olamiz. Jon bolam. Xato ish qilyapsan. Uyingni sotding. Onangni gapiga quloq solgin. Yuraging sezib ko'chada qolib ketadi.